Assalomu alaykum. Bugun elektromobillikda volt dastavkalar qancha pul topsa bo'ladi? Qani ketdik. Birinchi zakazimiz tushdi. Ikkinchi zakaz. Uchinchi zakaz. To'rtinchi zakaz. Beshinchi zakaz. Mana bugungi ishimizni tugatdik. Bugun 8 soat ish bo'ldi. Bu yerda 2 soat issiq bo'lgani uchun dam oldim. Общий 14 ta zakaz bo'ldi. Nimani bo'ldi bugun? Bo'ladi o'rtacha. Ko'rishingiz mumkin. 348 ming bo'ldi. $348,000 foizi ham bor, taksi park foizi qoladi. 15,000 chivi bo'ldi. Normalniy bo'ladi. Kimga bu haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariy yozsa javob qaytaraman. Rahmat, salomat bo'ling.